Agar shu bolani mashinasiga meni xanim yutqizib qo'ysa, shu kaltni berib yuboraman. Powerbankni buzib tashlayapti o'rtoqlar. Mashinalar bilan tanishib olamiz. Meniki bitta motorli BYD Han. Meniki ham pashti shunaqa bitta motorli BYD Seal. Mashinani xarakteristikasi bilan tanishadigan bo'lsak, meniki Murskoy bitta beradigan naq 245 ta ot kuchi bor. Nima farqi bor? Meniki sportivniroq ko'rinishga ega. Bu degani havoni yaxshi kesadi. Ot kuchiga keladigan bo'lsa kamroq, lekin vazni shunga yarasha ham sal kamroq. Ko'p gapirmaymiz-da, o'rtoqlar. Mana shu mashinalarni rost ekan poygasini ko'rmoqchimisizlar? Kommentariyada Han yutadi deb yozib qoldiringlar. Agarda BYD Seal yutadi deb o'ylasanglar, kommentariyaga Seal deb yozib qoldiringlar. Agar BYD Seal meni xonimni yutadigan bo'lsa, kalt shunda berib yuboraman shu bolaga. Kommentariyaga 20 mingtadan oshgan kuni mana shu haqiqiy powerbanklarning jangini ko'rasizlar. Aktiv portlatamiz, qani ketdi.